Adenomyoz 21-asrda deyarli 90% ayollarimizda bu kasallik uchrayapti va ko'pchilik ayollarimiz hattoki bu kasallik haqida ko'pgina ma'lumotlarga ega. Adenomyoz kasalligining kelib chiqish etiologiyasi juda ham keng, ya'ni sabablar juda ham ko'p. Adenomyozning asosiy simptomlari qanday belgilanadi? Birinchisi, bu asosiy belgilardan biri hayzdan oldingi va hayzdan keyingi surkalib keluvchi qoramtir qonlar hisoblanadi. Va eng asosiy adenomyozga tegishli bo'lgan simptomlardan biri bu aloqa davridagi og'riqlar hisoblanadi. Agar siz o'zingizda yengil darajadagi adenomyoz simptomlarini his qilayotgan bo'lsangiz, albatta diagnostika uchun birinchi bo'lib vaginalni UZI, ya'ni qin sohasidan qilinadigan UZI tekshiruvidan o'tishingizni tavsiya qilaman. Agarda sizga qin sohasidan UZIda tashxis qo'yib berilmasa, unda MRT tekshiruvidan o'tish tavsiya qilinadi. Adenomyoz asoratlarga boy kasallik bo'lganligi uchun bu kasallikni oldini olish va agar kasallik aniqlangan bo'lsa, vaqtida davolanish tavsiya qilinadi. Agarda siz bu kasallikni oldini olmasdan kasallik og'ir darajaga o'tib ketsa, qon ketish va bu kasallik jarrohlik amaliyoti bilan tugashiga olib kelishi mumkin. Hozirgi kunda ko'pchilik ayollar uyda o'z lecheniyasi bilan shug'ullanishadi. Lekin men sizga maslahatim, o'zingiz uy sharoitida bunday kasalliklarni davolashingizni maslahat bermayman. Albatta, birinchi o'rinda ginekolog ko'rigiga kelgan holda aniq tashxis qo'yilgandan so'ng sabablari aniqlanib, keyin davolanishni maslahat beraman.